Ta'kidlash kerak, harbiy xizmatchilar huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda xizmat qiluvchi xodimlarning o'z kasbiga mehrini oshirish, xizmat intizomini mustahkamlash, xodimlar o'rtasida yuksak huquqiy ongni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar doimiy ravishda olib boriladi. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan navbatdagi ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi mudofaa doktrinasi, milliy xavfsizlikni ta'minlashning asosi mavzusi hamda korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari keng muhokama qilindi. Unda Jizzax viloyati harbiy prokurori, boshqarma boshlig'i va shaxsiy tarkib ishtirok etdi. Tadbir davomida mudofaa doktrinasining mazmun-mohiyati, davlat xavfsizligi, suverenitet va barqaror taraqqiyoti tutgan o'rni, xavf-xatarlarni oldindan bartaraf etishda strategik ahamiyati keng yoritildi. Shuningdek, doktrinada harbiy tayyorgarlik, fuqarolik muhofazasi va mudofaa salohiyatini oshirishga oid yo'nalishlar alohida e'tirof etildi. Bundan tashqari korrupsiyaga qarshi kurashish masalalar yuzasidan xodimlarga qonuniy va axloqiy mas'uliyat, manfaatlar to'qnashuvi, xizmatda halollik va poklik tamoyillarining dolzarbligi bo'yicha keng tushunchalar berildi. Tahlillar asosida korrupsion holatlarning oqibatlari, xizmatga salbiy ta'siri, fuqarolar ishonchiga putur yetkazishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Xususan, ishtirokchilarga korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun, xizmat vazifasidan o'z manfaatlari yo'lida foydalanmaslik, shaffoflik va ochiqlik tamoyillariga qat'iy amal qilish hamda har qanday noqonuniy xatti-harakatlarga nisbatan murosasiz bo'lish zarurligi yuzasidan aniq ko'rsatmalar va topshiriqlar berildi. Tadbir yakunida barcha xodimlarga korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimini kuchaytirish, shaxsiy mas'uliyatni oshirish va xizmat faoliyatini qonuniy asosda yuritish bo'yicha vazifalar yuklatildi. Shu kabi ma'rifiy uchrashuvlar shaxsiy tarkibda huquqiy ongni mustahkamlash, yuksak vatanparvarlik hissi va xizmatga sadoqatni oshirishda muhim